haqiqiy qo'rqinchli kadrlar. Hattoki o'z ishini professionallari ham qila olmagan va tushunishmagan videolar. Politsiya xodimlari bilan bo'lgan g'ayratabiiy, qo'rqinchli videolarni ko'rganmisiz? Bu videolarni montajlashni iloji yo'q, chunki buni politsiya xodimlarining o'zlari olishgan. Keyinlar bugun top 5 da tushuntirib bo'lmas va qo'rqinchli videolarni ko'rib chiqamiz. Politsiya xodimlari bilan birgalikda bo'lgan. Ketdik bo'lmasam. iyul kuni 2024-yil qiz bola xodim, ya'ni politsiya xodimi bir ayolni to'xtatadi va uni dokumentini ko'rib chiqish uchun so'raydi. Ayol hech qanaqa to'sqinlarsiz dokumentni beradi, lekin dokumentning bir qismi yo'q edi. O'shani so'rash uchun yana bir marta qaytadi. Kamerada ko'rishingiz mumkin, ayol o'zidan o'zi yo'qolib qoldi. Ya'ni 2 sekund ichida ayol qayergadir havogami yoki nimagadir yo'qolib qoldi. Videoni o'zingiz ko'ringchi bir. Vehicle? No, of course not. All right, sit tight, Sarah. I'll be right back. Your registration is What the? Sarah? What the heck? Sarah? 3201 to dispatch. Bir soniya ichida ayol o'zidan o'zi havoga yo'qolib qoladi. Siz hozir ikki tarafdan olgan videolarni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni politsiya xodimlarining mashinasidan, keyingi kadr esa video registratordan. Bu qanaqasiga? Bu holat kechki payt, tinch paytda yuz bergan. Ya'ni ko'chada bir odam ko'chada zombi ko'rganini aytib politsiya xodimlariga telefon qilishgan. Ular hech ishonmasdan baribir tekshirish uchun borishgan va borishganlarda ko'rgan narsalardan o'zlari ham qo'rqib ketishgan. Ya'ni bir odam ikkinchi odamning ustida yotib uni yeyotganini ko'rgan. Videoni ko'rib o'zingiz baho bering. Bunga ishonish haqiqatan ham qiyin. Politsiya xodimlari o'zlari ham shokka o'tirgan. Bunaqa holatni hech ko'rmaganliklaridan sabab. Psixasi buzilgan yoki narkotik yoki qanaqadir kasallik. Haqiqatan ham zombilar hayotda bormi degan savolni ko'rsatish mumkin bu videodan. Ya'ni zombi odam o'zini yeyotgan payti politsiya xodimi uni ogohlantirdi, lekin u hech ham qilmadi.